Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. To'yxonamizni ham katalog qismini o'zimizda stilda chiroyli ko'rinishga keltirib berdik. Bu to'yxonamizni uzunligi 44 metr, eniga 23 metrlik to'yxonamiz. Hamma dizaynlarini o'zimiz taxlab, elektr montajigacha o'zimiz qilib, o'zimiz ustanovka qilib, mana shu holatga keltirib berdik to'liq. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar, fikr bildirasizlar. Kimga mana shunaqa xizmat kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, bemalol murojaat qilib so'rashlaringiz mumkin. Kitob tumanidagi xonadonimizni ham katalog qismlarini deyarli tugatib bo'ldik. Bunda teraskamiz, ayvonimiz. Tilla svitdan ishlab berdik. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, sizlar jamoamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Hamma ustalarimiz, shogirdlarimiz malakali mutaxassis. Ishlaringizni sifatli, chiroyli va tezda bitkazib berishadi. Eski ishlab turgan to'yxonani qaytadan rekonstruksiya qilib, patolog qismlarini taxlab beryapmiz. Bu to'yxonamizning razmeri 15-50 ga 29 metrlik to'yxona. Shogirdlarimiz Ixtiyor, Shohrux. Mana Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Sharg'un shaharchasidagi bir mo'jazgina to'yxonamizni patolog qismini nihoyasiga yetkazib bo'ldik. Bu to'yxonamizning razmeri 15-30 ga 24-50. Bu to'yxonani patologini to'liq mahsulot xizmatlari, elektr montajlari, dizayn xizmatlari, dastavkalari, oyoqdagi lesalari hammasini o'z ichiga olgan holatda bajarib berdik. Shogirdlarimizning mehnatiga alohida bir baho berib o'tasizlar. Shogirdimiz Otabek, Navruz, Sardor.
ozgina burilish yasab, mebelni qora svitlarni o'rniga tilla svitdan ishlab mana chiroyli ko'rinishga keltirib berdik. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida bo'lyapti.